Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Prezidentimizning joriy yil 6 mart kungi 2026 yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorida ushbu ayyomni Navro'zni ulug'lash insonni ulug'lashdir degan ezgu g'oya asosida tantana qilish belgilangan. Shuningdek, hududlarda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida belgilangan tadbirlarni amalga oshirish, xususan men ham ko'chat ekaman aksiyalari va umumxalq hasharlarini tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Bu boradagi ishlar viloyatimiz bo'ylab boshlab yuborildi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, atmosfera havosi musaffoligini ta'minlash borasida eng muhim tadbirlardan biri bu daraxt ekish. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarni o'tkazish, shahar hamda tuman markazlarida yashil maydonlarni 30% ga yetkazish nazarda tutilgani bejizga emas. Shunday xayrli ishlar yurtimiz iqlimini mo'tadil saqlash, ona tabiatimizni asrash, aholi salomatligini yaxshilashga imkon yaratmoqda. Xorazm o'rmon xo'jaligining yangi bozor tumanidagi Qaqrali bo'limida voha tuproq sharoitiga mos ehtiyoj uchun zarur ko'chatlar yetishtirilyapti. Ayni kunlarda mavsumiy agrotexnik tadbirlar o'tkazilmoqda va yetilgan ko'chatlar ekish manzillariga yetkazib berilmoqda. Xorazm davlat o'rmon xo'jaligi Qaqrali o'rmon bo'limi 35 gektar ko'chatxonamiz mavjud. Shundan 2026-yilga 700 ming tup ko'chatimiz parvarish qilinmoqda. 200 ming tup archamiz bor. Bundan tashqari terak, jida, tor qalamchalari tayyorlanmoqda. Ko'chatlarimiz tumanlarimizga yetkazib bermoqdamiz. Qayrag'och gujumlarimiz ham bor. Hozir sopiq ishlari bo'lib turibdi. Shu sopib, ko'kartirib o'zlarimizga gujumning yaxshi navlarini yaratyapmiz. Gujumlarimiz ham bor. Xo'jaligimizda 2 ta issiqxona bor. Chetdan kelgan ko'chatlarni bir sovuq bo'lganligi sababli shu ko'chatxonada yetishtirishni yo'lga qo'yapmiz. 2026-yil yashil makon dasturini shu ko'chatlarimizni yetkazib beramiz butun hududimiz bo'yicha. Daraxtlar faqat chiroyli manzara beruvchi yashillik emas, u cheksiz kislorod manbai, havoni g'ubordan tozalovchi vosita, chang-to'zondan hududlarni himoya qiluvchi yashil qalqon hamdir. Shunday ekan, har bir tup daraxt taqdiri uchun jon kuydirishimiz, o'lkamiz ekologiyasini asrab-avaylashimiz, bu xayrli ishlarga kattami, kichikmi hammamiz o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Albatta, bu O'zbekiston taraqqiyoti, xalq farovonligi va kelgusi avlod uchun ekologik barqaror vaziyatni asrab qolish, musaffo ekologik muhit yaratishda juda muhim o'rin tutadi.